Jismoniy mehnat kreativlikni o'ldiradimi? Bu savolga o'zimni tajribamdan kelib chiqqan holda sizga javob bermoqchiman. Chunki oxirgi bir oydan beri men jismoniy mehnat qilyapman ko'proq, chem aqliy mehnatga qaraganda. Chunki universitetim tugaganiga, ya'ni o'qishim tugaganiga bir oy bo'ldi. Agar meni tanimaydiganlar bo'lsa, men ismim Diyorbek Hayitov va men Polshada talabaman. Business and management yo'nalishida biznes o'rganyapman. Xo'p, aytganimdek, men bir oydan beri jismoniy mehnat qilyapman. Asham degan magazinga chiqqanman. Agar bilmaydiganlar uchun, Asham bu O'zbekistondagi ekobozorga o'xshaydigan bozor desa ham bo'ladi. O'sha yerga ishga chiqqanman. O'zi bilasizlar, bozorda ishlaydigan odamlar aqliy mehnatga qaraganda ko'proq jismoniy mehnat qiladi. To'g'ri, aqliy mehnat ham qiladi, qaysidir ma'noda juda ham kam qilishadi. Misol 20% deb oladigan bo'lsak, aqliy mehnatini 80%, 85% jismoniy mehnat qilishadi bozorda ishlaydiganlar. Va o'shalarning orasiga men ham kirdim, mana shu bir oydan beri aytganimdek. Va men mana shu bir oy ichida men o'zimda ko'p narsalarni sezdim. O'sha ulardan bittasi meni kreativligim pasayishi. Chunki bilasiz, agar jismoniy mehnat qilib ko'rgan bo'lsangiz, jismoniy mehnat qilib kelganingizdan keyin, ishlab kelganingizdan keyin, uyga kelganingizdan keyin dam olgingiz keladi, uxlagingiz keladi. Agar uxlamaydigan bo'lsangiz, ovqat pishirishingiz kerak. Xullas, aqliy mehnat qilishga vaqt qolsa ham xohish qolmaydi. Chunki tanamiz charchagandan keyin bizning miyamiz ham ishlash faoliyati sekinlashadi, pasayishini tushundim. Chunki qaysidir ma'noda bizning miyamiz bilan tanamiz bir-biri bilan doim muloqotda bo'ladi. Agar miyamiz charchagan bo'lsa, to'g'ri biz jismoniy mehnat qila olamiz. Misol uchun, ko'p ishladingiz kompyuterda, keyin zalga chiqib kelsangiz bo'ladi. U yerda jismoniy mehnat qaysidir ma'noda muskullarga ishlaysiz, u jismoniy mehnatga ham unchalik kirmaydi. Chunki sizni xayolingizda jismoniy mehnat emas, muskul qurish bo'ladi u paytda. Tushunyapsizmi? Agar birinchi siz jismoniy mehnat qilib kelib, uyga kelib, keyin yana zalga chiqaman desangiz, u paytda uyga kelgandan keyin zalga chiqqingiz ham kelmaydi. Chunki jismoniy mehnat qilib charchab keldingiz, bu yoqda miyangiz ham ishlashni xohlamaydi. Yaxshi. Aytganimdek, shu Ashamda ishlayotganimdan beri men o'zimda mana shu narsani sezdim. Ishdan charchab kelyapman, uyga kelyapman, ovqatlanyapman, uxlab dam olmayapman. Deyarli aqliy mehnat qilmayapman. Hattoki zalga ham chiqishga xohishim qolmayapti. Oddiy odamlarga o'xshab yashayapman bir oydan beri. Ishga boryapman, uxlayapman, ovqatimni qilyapman. Juda ham kam aqliy mehnat qilyapman. Yakshanba kuni dam bo'lganda Telegramga blog yozaman yoki post yozaman yoki qanaqadir aqliy mehnat qilaman. Yoki aytganimdek, mana shunaqa YouTube'ga video olaman, skript yozaman. Keyin bitta narsani tushundim. Agar mana shu yakshanba kunidan men foydalanmasam, ya'ni aqliy mehnatimni ko'proq ishlatmasam, meni kreativligim, aqliy mehnat qilishim, miyam yaxshi ishlanishi pasayib borishini sezdim. Misol uchun, agar yakshanba kuni ham hech qanaqa aqliy mehnat qilmasam, shunchaki dam olsam bo'ladi, lekin bu narsani qilmayapman. Chunki aytganimdek, men miyamdan talab qilyapman. Misol, yakshanba kuni dam oldim, qanaqadir men aqliy mehnat qilishim kerak, biron narsa o'rganishim kerak yoki biron narsa produce qilishim kerak, yaratishim kerak. Tushunyapsizmi? O'sha narsani miyamdan talab qilyapman. To'g'ri, hozir yoz, o'qishim yo'q, ishlashim kerak, pul topishim kerak, kontraktimni to'lashim kerak. Kontraktim ham 4000 yevro, katta pul, unchalik katta pul emas. Meni hozirgi holatimda katta pul. Yozda ishlab to'laversam bo'ladi. Hozir survival moddaman, ya'ni ishlashim kerak, xarajatlarimni qoplashim kerak. Keyin men o'ylab qoldim. Yakshanba kuni hozir, misol uchun bugun mana shu videoni olaman, YouTube'ga skript yozaman, videolarimga yoki Telegramga post yozaman, aytganimdek blog yozaman. O'shanda men yakshanba kundan foydalanishim mumkin, ya'ni aqliy mehnat qilishim mumkin, kreativ bo'lishim mumkin, hech bo'lmasa yakshanba kuni. Agar yakshanba kuni ham qilmaydigan bo'lsam, aytganimdek, oddiy odamlarga o'xshab yashab qolaman. Zalga chiqib kelaman, miyam ishlamaydi, jismoniy mehnat qilaman, pul topaman, uxlayman, ovqatimni yeyman. Tushunyapsizmi?
mani ozgina qolmaydi. Man qachonki bir nima yaratsam, bir nima bersam, ya'ni bilmadim, post orqali, blog orqali, bilmadim, video orqali, kontent orqali umuman bersam, manda ozgina o'zimga bo'lgan hurmatim ham, o'zimga bo'lgan bilmadim, e'tiborim ham yaxshiroq bo'ladi. Tushunasizmi nima demoqchiligimni? Men o'zimni yaxshi his qilaman qachonki bersam, faqat konsum qilmasam. Chunki e'tibor bersangiz, agar siz bir nima create qilmasangiz, siz by default siz konsum qilasiz. Bir nima yaratmayapsizmi, demak siz iste'mol qilyapsiz faqat iste'mol qilaversangiz ham bo'lmaydi. Agar sizda bu narsa yaratmoqchi bo'lsangiz, bemalol yarata olasiz. Misol uchun bilmadim, aytganimdek video yoki post yoki blog yoki vlog. Tushunasizmi nima demoqchiligimni? Faqat iste'mol qilaversa ham bo'lmaydi. Videolarni ko'rib, narsalarni o'qirsa ham bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsani men tushunaman, bilaman va sizga ham tushuntirmoqchiman mana shu narsani. Agar konsum qilsa ham o'zi miyamizni overload bo'lib ketadi. Ko'p narsa informatsiya bor, nima qilishni bilmay qoladi. Shuning uchun produce qilib turish kerak, bir nima yaratib, bir nima berib turish kerak. Anaqaga bilmadim, social mediaga yoki bilmadim, umuman agar siz ijtimoiy tarmoqda bilmadim, vlog yoki bilmadim, Telegram kanallaringiz bo'ladigan bo'lsa. Xullas, hozir men ideal hayotda yashayapman deb aytolmayman. Ideal hayotdan ancha uzoqdaman. Aytganimdek, jismoniy harakat ko'proq qilyapman, jismoniy mehnat ko'p qilyapman va aqliy mehnat kam qilyapman. Aslida bu narsa teskari bo'lishi kerak. Xudo xolasa yaqin yillarda yoki bir necha oylarda bu narsa o'zgaradi. Lekin shunga qaramasdan hozir men ikkalasini, ya'ni jismoniy mehnat bilan aqliy mehnatni bittada olib kelishga harakat qilyapman. Misol uchun aytganimdek, yakshanba kunlari ko'proq aqliy mehnat qilib, ikkalasini teng balansda ushlashga harakat qilyapman. Lekin bu narsa aytganimdek oson emas. Lekin deganimdek bu narsaga harakat qilyapman. Ko'pchilik o'ylashadi, misol Polshada o'qiyapti, mazza qilib yuribdi degan narsalar bor. Misol O'zbekistondagi bilmadim, tanishlarni, balkim do'stlarim orasida. Lekin bu narsa bilmadim qanchalik to'g'ri. Agar bilmadim bo'tqa kabi yashab ko'rgandan keyin bu narsani inson o'zi tushunadi. Agar skrinning orqasidan, videoning orqasidagi hayot bilmadim qanchalik ifoda bera oladi mamlaktdagi hayotda, tushunasizmi? Bu hozir misol mana shu videoni ko'rib turibsiz. Yakshanba kunimdan bilmadim yarim soatimni mana shu videoga tiqyapman. Yarim soatimni ko'rib turibsiz. Siz men bilan misol uchun 24 soat birga bo'la olmaysiz, yashab ko'ra olmaysiz, bu narsani his qila olmaysiz. Shuning uchun bu narsa to'g'risi ozgina qiyin, oson emas. Bu hayotda mana shu qismidaman. Aytganimdek, hayot hamma qismlardan iborat. Bog'chada o'qigan, bog'chaga borgan qismingiz, maktabdagi qismingiz, endi hozir meni universitetdagi hayotimning qismi, chapterdaman. Hozir mana shu chapterdaman. Bu narsani tushunaman, bu narsaga normalniy qarayman, chunki har doim bir xil bo'lavermaydi. Har doim mana shunaqa jismoniy mehnat qilib, doim kam aqliy mehnat qiladigan holatda bo'lmaydi, hech qachon bo'lmayman. Bu narsani o'zim ham bilaman. Bora hayot, bilmadim, hamma narsa yengillashib boradi. Shunaqa, agar sizda ham qanaqadir bu narsani his qilayotgan bo'lsangiz, qanaqadir o'zingizda bilmadim boshqalardan qolib ketayotgandek qismi yoki men bu narsani his qilmayman, chunki men hech kim bilan raqobatda emasman. Men o'zim bilan o'zim raqobatdaman. Bundan bir oydagi, 2 oy oldindagi, 1 yil oldindagi, bilmadim 5 yil oldingi holatimdan yaxshimanmi? Demak, yaxshi hammasi. Demak, rostdan ham rivojlanyapman, o'sish bo'lyapti, tushunasizmi? Kimdir bilan taqqoslay olmaysiz o'zingizni hayotingizni. Misol uchun men 21 yoshdaman. 21 yoshda mendagi mindseti yo'q odamlar bor. 21 yoshda mendan zo'r mindsetdagi odamlar bor, bolalar bor. Mendan ko'p pul topayotganlar bor, mendan yaxshi qomatdagi bolalar. Xullas, bu cheksizda bu narsa. Shuning uchun o'zingizni hayotingizni o'zingiz bilan solishtiring, ya'ni ertangi kechagi kuningiz bilan bir haftaga, 1 oy, 1 yil, 2 yil, 5 yil oldingi hayotingiz bilan solishtiring. Shunda hayotingiz yaxshi bo'ladi. Bu mana shu meni 1 oydan beri men o'zimda his qilayotgan, o'zimda bo'lgan
narsalarni mana shu videoda aytishga harakat qildim sizga, chunki bunaqa videolarni именно bunaqa o'zim bilan bo'layotgan narsani unaqa tez qo'ymayman, bilmadim 3 oyda bir, 6 oyda bir qo'yaman bu narsa haqida o'zimni his-tuyg'ularim nima bo'lyapti hayotimda. Mana shu videoda o'sha narsani siz bilan bo'lishishga harakat qildim va bo'lishdim. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing, kommentariyada o'z fikringizni qoldiring. Har doimgidek videoni o'zimning gapim bilan tugataman. Qilishingiz kerak bo'lgan ishni qilingiz kelmayotgan paytda qiling. Oddiy tuyuladi, lekin ko'p narsani o'zgartiradi.